birinchi respublikanskiga bordim. MRT qilish kerak edi. Qildirsizmi? Yo'q, keyin Tekis qilamiz. keyin boshqasiga bordim. MRT qilish shart emas edi. Lecheniya yozib berdi. Keyin lecheniya qildim. Ancha foydasi bo'ldi. Bir oy ichida shuni namoz o'qish istadi. Stolda o'tirib o'qish istadi. Keyin nimaga chiqib o'tirib o'qigan yaxshi deb musulmonlar idorasiga chiqqandan keyin. Bu yerda hozir og'riyor, lekin o'sha bir o'tgandan keyin og'riy boshladi. Sal-pal qanaqadir tiqiliqqandek og'riyor. Faqat masjidda. Hozir og'riydi. O'tgandan keyin og'riydi. Buksam hozir og'riyor. Shu buksam og'riydi. Bukmasangiz to'g'rilanmaydi. Tushundingizmi? Naprajonni anaqa bermasangiz bo'lmaydi. Bu oyoqda bor, masalan, misklar uzilib ketgan bo'lishi mumkin, tog'ning pay uzilib ketgan bo'lishi mumkin. Uni nagruska bermasangiz bukilmaydi. Operatsiyadan keyin nagruska berish kerak. Operatsiyadan keyin qayta davolash bo'ladi. U reabilitatsiya deydi. Tushundingizmi? Artroz bo'lsa ham faqat harakat qilish kerak. Bu nafaqat qilmasang yaxshi bo'ladi. Mana bukmasangiz yaxshi bo'lmadi-ku. Mana bukmasangiz. Biz shunaqa dedim, men bilmayman, bu sohani yaxshi bo'ladi. Uchun orqa yo'q men bu. Shuni buksam og'riydi. Tizingiz bilan o'tiring. Bu tizingiz bilan Bunaqasi. buking. Bunu o'tiring. To'g'rilab qo'ying. Nagruska. Mana shu yerda og'riydi. Mana o'tiribsizmi? Ha, o'tirish ozgina men bo'shatib qo'ying. Ozgina nagruska bersangiz, ozgina nagruska bersangiz keyin o'tirasiz-da. Tushundim. Mana o'zi nimani ham peshin o'qisam, asrgacha og'rib yuradi. Asrga yaqin og'riq yo'qoladi. Asrni o'qigandan keyin yana shomgacha og'riydi. O'sha asr o'qiganda bo'lgan keyin shomga yaqin yo'qola boshlaydi. Shom o'qiganda yana og'riydi. Xuddi shunaqa sikl. Avval o'tiring chiqing. Qani? O'zi Og'riq yo'q, lekin o'tirishlar. yo'q, avval o'tiring. Men teysin. Bilasan bu Unaqa qilamiz. og'riq. Endi sal turib o'tiring. O'tiring. Xuddi shunaqa o'tiring. Turib o'tiring. Eshitdingizmi? Davay, o'tiring. O'tiring. Hozir odam ko'p. Bu beruvdi, tizzaga kiyadigan shunaqa İsterse og'riq. kiying. Shu keyin nima minus ishlayapti. Faqat nagruska shunga mamnun mana. 1 minut o'tirdingizmi? 1 minut o'tirdingizmi? Qarab turasiz. 1 minut, 2 minut. Hozir bir namoz o'qib. Kuni qilasiz, tushundingizmi? 1 kun, 2 kun, 3 kun, 4 kun oylik. 5 kun oylik. Bu sekin qo'yaveradi. Bu 1 kunda qo'yadi. Bu sekin bo'lib keldi. Endi siz ozgina qilmasangiz. Nagruska qilmasangiz bo'lmaydi. Qotib qoladi. Payim uzilib ketgan ikkita. Paydan shu sohadamiz. Instagramimizni beramiz. Agar to'g'rilanmasa ketsiz qilib beraman. Instagramingiz bormi? Ha, bor. O'zimiz shu sohadamiz. Fizichalar hamma narsani manual qilamiz. O'tirasiz-ku baloda. O'tiramiz. Bu og'riqlik nimada? Nimada og'riq? Bizda ham og'riq. Yo'q, o'sha qilmasang qolib ketadi-da. Yo'q, qayta qilish kerak. Bu odamlar harakat bilan to'g'rilaydi. Doim harakat qilib turish kerak. Qanisi? O'tiradingiz, hozir o'tirolmayapsiz. Hozir qanaqa o'tiradingiz, shunaqa o'tiring. Tushundingizmi? Mana oyoqsiz. Mana o'tiradingiz. Hozir o'tirib qoling. Mana shunaqa o'tirib turadingiz. Namoz o'qiyotdingiz, to'g'rimi? Endi oddiy o'tiring. Endi namozga o'tiring. Yaxshi bo'lgan bo'lishi kerak, o'tiring. Ana ko'rdingizmi? Nagruska bersangiz yaxshi bo'ladi. Og'riqsanmi? Endi moslashyapti. Moslashadi. Mana shu tochkasini bo'shatib qo'ydim, tushundingizmi? Agar Xudo xolasa 5 kun qiling, men aytganimni
5 kundan qolmasa kelasiz. 1 minut 2 minut o'tirasiz. Polniy namozga o'tiring. Polniy. Ha. Shunda qiynayazgina. Ozgina o'zi qiynaganingizdan keyin yaxshi. Shu bomdod kecha ertalab bomdod shunaqa o'qigandim. Chunki bir oy bo'ldi-da, bir oy shunaqa qilasiz degandi. Bir oyda o'qidim. Kabitgacha og'rib yuribdi oyoq. Og'riydi. Shu og'rigandan keyin aytdim, hali vaqt bor ekan dedim, keyin yana shunaqa o'qib boshlagan. 5 mahal, 5 kun shunda polniy qiynaysiz. O'tirib turish, atrofga qiling, o'tirib turish. O'tirib turish bor. Shu atrofga qiling, yaxshi bo'lganingizdan keyin